Bugun men sizlarga juda muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Qariyalarga necha 20 ming so'mdan 20 ming so'mgacha qo'shimcha berilishi haqida gap ketmoqda. Bu xabarni ko'pchilik hamma pensionerning pensiyasi 520 ming so'mga oshar ekan deb tushunyapti. Aslida esa masalaning ichida juda muhim farqlar bor. Kimga ta'sir qiladi, kimga ta'sir qilmaydi, kim hujjat topshirishi kerak, kim esa kutib o'tirsa ham pul olmaydi. Bu ma'lumot sizning o'zingizga, ota-onangizga, bu bobongizga yoki mahallangizdagi yordamga muhtoj qariyalarga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu mavzuda faqat sarlavhani emas, amalda odamlar nimalarga e'tibor berishi kerakligini ham tushuntiraman. Avvalo eng katta chalkashlikni ochiq aytaman. Dirdarz 20 mingdan 120 ming so'mgacha qo'shiladi degan gapni hamma bir xil tushunmasligi kerak. Bu ko'pincha umumiy pensiya miqdori oshishi degani emas. Ya'ni har bir pensiya oluvchi odamning kartasiga avtomatik ravishda yana 520 ming so'm qo'shib tashlanadi degan mazmunda qabul qilish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Bu kabi o'zgarishlar odatda 3 toifadagi masalaga tegishli bo'ladi. Birinchisi, yoshi ulug' va ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga beriladigan qo'shimcha to'lovlar. Ikkinchisi, pensiya yoki nafaqa miqdori eng kam darajadan past bo'lgan shaxslarga qo'llanadigan ustamalar. Uchinchisi, alohida toifadagi fuqarolar, masalan, yolg'iz yashovchi keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, parvarishga muhtoj qariyalar yoki kam ta'minlangan oiladagi pensionerlar uchun ajratiladigan yordamlar. Oldin bunday yordam miqdori shartli qilib aytganda 420 ming so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, endilikda u 520 ming so'mgacha yetkazilishi haqida gap boradi. Bu yerda qo'shiladi so'zi ko'pchilikni chalg'itadi. Ba'zi hollarda bu mavjud qo'shimcha 20 ming so'mga oshadi degani bo'ladi. Ba'zi hollarda esa ayrim toifadagi qariyalarga umumiy qo'shimcha to'lov 520 ming so'm qilib belgilanadi degan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, eng avval qaysi to'lov haqida gap ketayotganini aniqlash kerak. Oddiy misol keltiraman. Agar bir pensioner oyga 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa va u hech qanday alohida ijtimoiy yordam toifasi kirmasa, u kishi 520 mingdan 520 mingga oshdi degan xabardan keyin avtomatik ravishda yana 520 ming so'm kutmaslik kerak. Lekin boshqa bir pensioner masalan yolg'iz yashaydi, farzandlari yo'q yoki farzandlari moddiy yordam bera olmaydi. Pensiyasi juda kam, mahalla tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj deb topilgan bo'lsa, mana shu oshirish aynan o'sha odamga tegishi mumkin. Ilgari ko'p hollarda keksalar uchun ajratiladigan qo'shimcha yordamlar nisbatan past miqdorda bo'lgan. 420 ming so'm ham bugungi narx-navoga qaraganda juda katta pul emas. Bir oyda dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, transport, shifokorga borish xarajatlarini hisoblasak, qariyalar uchun har bir qo'shimcha 1 ming so'm ham sezilarli ahamiyatga ega. Masalan, bitta qariyaning oyiga qon bosimi dorisi 80 ming so'm, qandli diabetga qarshi dori 120 ming so'm. Yurak uchun dori 90 ming so'm bo'lsa, faqat dorining o'zi 290 ming so'mga chiqadi. Bunga non, yog', guruch, go'sht, sabzavot, choy, elektr, gaz, suv, telefon, ba'zan taksida poliklinikaga borish xarajatlarini qo'shing. Shu sababli 420 ming so'm 520 ming so'mga oshirilsa, bu qog'ozdagi raqam emas. Real hayotda bir oyga yana bir necha quti dori, bir qop unning bir qismi yoki kommunal to'lovning ma'lum qismi degani. O'zgarishning asosiy mazmuni shundaki, davlat ijtimoiy himoyaga muhtoj keksalarga beriladigan ayrim to'lovlarni oshirish orqali ularning daromadini biroz bo'lsa ham ko'tarishga harakat qiladi. Lekin bu yerda yana bir muhim jihat bor. Oshirish hamma uchun bir xil tarzda ishlamaydi. Kimdir bu pulni avtomatik olishi mumkin, kimdir ariza topshirishi kerak bo'ladi. Kimdir esa umuman bu toifaga kirmaydi. Men tajribamda ko'p ko'rganman, odamlar televizorda aytdi. Demak, menga ham tushadi deb kutadi. 1 oy kutadi, 2 oy kutadi. Karta tekshiradi, bankomatga boradi, lekin pul tushmaydi. Keyin mahallaga boradi. U yerdan pensiya bo'limiga yuborishadi. Pensiya bo'limidan siz bu ro'yxatda yo'qsiz deyishadi. Shuning uchun men bugun sizga kimlar oldindan harakat qilish kerak, kimlar hujjatlarini tekshirtirish kerak, kimlar esa vahima qilmasligi kerakligini tushuntiraman. Birinchi toifa, ijtimoiy himoyaga muhtoj qariyalar. Bu eng asosiy guruh. Agar keksa odamning daromadi kam bo'lsa, yolg'iz yashasa, doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, farzandlari yo'q bo'lsa yoki farzandlari bo'lsa ham amalda yordam bermayotgan bo'lsa,
mahalla va tegishli organlar uni yordamga muhtoj deb topishi mumkin. Bunday holatda 420 ming so'mlik to'lov 520 ming so'mga yetkazilishi aynan shu odamning oylik daromadiga ta'sir qiladi. Masalan, 72 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 900 ming so'm. Farzandlari boshqa viloyatda, biri ishsiz, biri o'zi ijarada yashaydi. Onaxonning kommunal to'lovi qishda 2 ming so'mga chiqadi. Dori darmoni 300 ming so'mdan kam emas. Agar u ijtimoiy himoya ro'yxatiga kiritilgan bo'lsa, qo'shimcha to'lovning 120 mingdan 520 mingga oshirilishi uning umumiy daromadini 1 ming so'mga ko'paytiradi. Bu juda katta boylik emas, lekin aynan shunday oilalarda 1 ming so'm ham bir hafta oziq ovqat yoki zarur dori degani. Ikkinchi toifa pensiyasi eng kam darajaga yaqin bo'lgan fuqarolar. Ba'zi odamlarning mehnat staji yetarli bo'lmagani uchun pensiyasi kam chiqadi. Masalan, ayol kishi umr bo'yi oyda farzand tarbiyalagan, rasmiy ish staji kam. Yoki erkak kishi ko'p yil norasmiy ishlagan, soliq va badallar to'lanmagan. Natijada pensiya tayinlashda hujjat bilan tasdiqlangan ish staji kam bo'ladi. Shunday vaziyatda pensiya miqdori past bo'lsa, davlat ayrim holatlarda minimal ijtimoiy kafolatlar orqali qo'shimcha beradi. Mana shu qo'shimcha tizimga kirganlar uchun oshirish muhim bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan yoki parvarishga muhtoj keksalar. Yosh ulg'ayganda oddiy harakatlar ham qiyinlashadi. Bozorga borish, ovqat qilish, dori olish, poliklinikaga qatnash, hujjat yig'ish. Agar qariya nogironlik guruhiga ega bo'lsa yoki tibbiy xulosaga ko'ra parvarishga muhtoj deb topilgan bo'lsa, ayrim ijtimoiy to'lovlar va ustamalar unga tegishi mumkin. Bu yerda faqat yoshning o'zi emas, sog'liq holati ham rol o'ynaydi. 4-toifa temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari kabi ro'yxatlar orqali oilaviy holati baholangan xonadonlardagi qariyalar. Hozir ijtimoiy himoya tizimida oilaning real ahvoli, daromadi, yashash sharoiti, ishga layoqatli a'zolari, nogironligi bor yo'qligi, kredit yoki ijara yuklamasi kabi omillar ham ko'riladi. Agar xonadonda pensioner bo'lsa-yu, lekin oila umumiy hisobda yordamga muhtoj deb tan olingan bo'lsa, qo'shimcha yordamlar masalasida bu ham ahamiyat kasb etadi. Birinchi misol, 8 yoshli otaxon 1.500 ming so'm pensiya oladi. Uyida o'g'li, kelini va 2 nabirasi bilan yashaydi. O'g'li rasmiy ishlaydi, kelini ham ish bilan band. Uy oilaga tegishli, ijara yo'q. Otaxonning sog'lig'i uncha yaxshi bo'lmasa ham alohida nogironlik guruhi yo'q. Ijtimoiy himoya ro'yxatida turmaydi. Bunday vaziyatda u kishi 120 dan 520 minggacha qo'shiladi degan xabardan avtomatik naf ko'rmasligi mumkin. Chunki u qariya bo'lgani bilan mezon bo'yicha yordamga eng muhtoj toifaga kirmasligi ehtimoli yuqori. Ikkinchi misol, 75 yoshli onaxon 820 ming so'm pensiya oladi, yolg'iz yashaydi. Turmush o'rtog'i vafot etgan, farzandi yo'q, har oy tibbiy xarajatlari bor. Mahalla uni yolg'iz keksalar ro'yxatiga kiritgan. Ijtimoiy xodim va mahalla faoli vaqti bilan holidan xabar oladi. Mana shunday holatda 4 ming so'mlik yordam 5 ming so'mga oshirilsa, onaxon bunga da'vogar bo'lishi mumkin. Agar to'lov avtomatik tizim orqali hisoblangan bo'lsa, pul kartaga tushadi. Agar ma'lumotlar bazasida xato bo'lsa, u holda hujjatlarni yangilash kerak bo'ladi. Uchinchi misol, 70 yoshli pensioner rasmiy pensiya oladi. Lekin uyda 3 ta voyaga yetgan farzandi ro'yxatda turadi. Aslida farzandlar chet elda yoki boshqa shaharda yashaydi. Lekin propiskasi otasining uyida qolgan. Tizim esa ularni bir xonadon a'zosi sifatida ko'rishi mumkin. Natijada siz yolg'iz emassiz, oilada ishga layoqatli a'zolar bor degan xulosa chiqishi ehtimoli bor. Mana shu juda ko'p uchraydigan muammo. Odam amalda yolg'iz, lekin hujjatda yolg'iz emas. Shuning uchun rasmiy ro'yxat. Yashash manzili va oilaviy tarkibni tekshirish juda muhim. 4-misol, pensioner ayol pensiya oladi, lekin ayni paytda o'zi kichik savdo bilan shug'ullanadi yoki qo'shimcha daromadga ega. Agar ijtimoiy yordam mezonida daromadlar hisobga olinsa, u kishi yordamga muhtoj deb topilmasligi mumkin. Bu yomon degani emas, bu shunchaki tizimning tamoyili, avvalo eng og'ir ahvoldagi odamlar qo'llab-quvvatlanadi. Xavotir olishi kerak bo'lganlar, pensiyasi juda kam bo'lganlar, yolg'iz yashovchilar, hujjatlarida chalkashlik borlar, mahalla ro'yxatida turib-turmaganini bilmaydiganlar, nogironlik hujjatlari muddati tugaganlar, bank kartasi almashtirilgan bo'lsa ham pensiya organlariga ma'lumot bermaganlar, yashash joyi o'zgargan bo'lsa ham ro'yxatini yangilamaganlar, xavotir olmasligi kerak bo'lganlar, pensiyasini muntazam olayotgan.
Qo'shimcha to'lovlar bo'yicha allaqachon ro'yxatda turgan va ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan fuqarolar. Biroq men baribir tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki ayrim hollarda bitta raqam xato yozilgani, pasport ma'lumoti yangilanmagani yoki bank kartasi muddati tugagani sababli to'lov kechikadi. Yana shuni tushunish kerak. Yoshga doir pensiya olishning o'zi har doim qo'shimcha ijtimoiy yordam olish huquqini bermaydi. Davlat pensiyasi alohida, ijtimoiy yordam alohida. Pensiya sizning ish stajiningiz, ish haqi, badallar va qonunda belgilangan tartibga qarab hisoblanadi. Ijtimoiy yordam esa ko'proq hozirgi hayotiy holatingizga qarab baholanadi. Daromadingiz qancha? Kim bilan yashaysiz? Sog'lig'ingiz qanday? Yordam beradigan yaqinlaringiz bormi? Uy-joy sharoitingiz qanday? Birinchi nozik jihat menga qo'shni oldi. Demak, menga ham berilishi kerak degan fikr doim to'g'ri emas. Ikki qo'shnining yoshi bir xil bo'lishi mumkin, lekin huquqiy holati boshqa bo'ladi. Biri yolg'iz yashaydi, ikkinchisining farzandlari bilan umumiy xo'jaligi bor. Biri nogironlik guruhiga ega, ikkinchisida bunday hujjat yo'q. Biri kam pensiya oladi, ikkinchisining pensiyasi yuqoriroq. Shuning uchun har bir holat alohida ko'riladi. Ikkinchi nozik jihat. Ro'yxatga kiritilish avtomatik bo'lmasligi mumkin. Ba'zan odam mahalla meni taniydi, ahvolimni biladi deb o'ylaydi. Lekin yordam tayinlashda faqat tanish bilish emas, rasmiy ma'lumot kerak. Pasport, pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, oilaviy tarkib, daromadlar haqidagi ma'lumotlar, bank rekvizitlari kabi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Agar hujjat yo'q bo'lsa, og'zaki gap bilan to'lov tayinlanmaydi. Uchinchi nozik jihat. Bir vaqtning o'zida bir nechta to'lovni olishda cheklovlar bo'lishi mumkin. Ayrim yordamlar bir-birini inkor qilmaydi. Ayrimlari esa bir xil maqsadga yo'naltirilgani uchun qo'shib berilmasligi mumkin. Masalan, bir kishi pensiya oladi, yana nogironlik bo'yicha alohida imtiyozga ega, yana parvarish puli masalasi bor. Bu holatda har bir to'lovning qonuniy asosi tekshiriladi. Menga hammasini qo'shib bering deyish oson. Lekin amalda qaysi to'lov qaysi toifaga tegishli ekanini aniqlash kerak. To'rtinchi nozik jihat, pul tushish sanasi har doim bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir bank tizimi yoki hujjatdagi kechikish sababli keyinroq oladi. Agar bir oyda to'lov kechiksa, darhol vahima qilish kerak emas, lekin nazoratsiz ham qoldirmaslik kerak. Bankdan SMS kelmadimi? Karta ishlayaptimi? Pensiya hisob raqami to'g'rimi? Avvalo shularni tekshirish kerak. 5-nozik jihat. Propiska va real yashash joyi mos kelmasligi muammo chiqarishi mumkin. Ko'p qariyalar bir joyda ro'yxatda turadi, lekin boshqa farzandining uyida yashaydi. Yoki aksincha yolg'iz yashaydi, lekin uyida hujjat bo'yicha bir nechta odam ro'yxatda turadi. Ijtimoiy himoya baholovida bu ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun oilaviy tarkib haqidagi ma'lumotni to'g'rilash kerak. 6-nozik jihat. Nogironlik yoki tibbiy xulosa muddati. Ba'zi yordamlar uchun tibbiy hujjatning amaldagi muddati bo'lishi shart. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, odam haqiqatan kasal bo'lsa ham tizim uni faol hujjatga ega deb ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun tibbiy komissiya, poliklinika, tegishli ekspertiza hujjatlari vaqtida yangilanishi kerak. 7-nozik jihat, qarindoshlar mas'uliyati. Qonunchilik va ijtimoiy tizim ayrim hollarda farzandlarning ota-onaga yordam berish imkoniyatini ham hisobga olishi mumkin. Agar farzandlar rasmiy daromadga ega, ota-onasi bilan birga yashaydi, moddiy sharoiti yaxshi bo'lsa, qariyaning yordamga muhtojlik darajasi boshqacha baholanadi. Lekin farzand bor degani har doim yordam rad etiladi degani ham emas. Agar farzand nogiron bo'lsa, ishsiz bo'lsa, o'zi kam ta'minlangan bo'lsa yoki amalda aloqasi bo'lmasa, bu holatlar alohida ko'rib chiqilishi kerak. Birinchi qadam, qaysi to'lov haqida gap ketayotganini aniqlang. Mahallaga ijtimoiy himoya bo'limiga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, dardi 20 ming so'mdan 20 ming so'mgacha oshirilayotgan qo'shimcha to'lov aynan qaysi toifa uchun? Men shu toifaga kiramanmi deb so'rang. Savolni umumiy bermang. Pensiyam oshadimi desangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq so'rang. Men yolg'iz pensionerman, pensiyam falon so'm, ijtimoiy yordam ro'yxatida turamanmi? Menga qo'shimcha to'lov tayinlanganmi? Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oilaviy tarkib haqidagi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, tibbiy xulosalar.
kommunal to'lovlar yoki xarajatlarni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar yolg'iz yashasangiz buni tasdiqlovchi ma'lumot. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan ro'yxatni so'rab oling. 3-qadam. Mahalladagi ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Hozir ko'p masalalar mahalla darajasida aniqlanadi. Lekin men doim aytaman, faqat og'zaki gap bilan cheklanmang. Ariza topshirsangiz, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi. Ro'yxat raqami yoki mas'ul xodimning ma'lumotini olib qo'ying. Ertaga ko'rib chiqamiz degan gap yaxshi, lekin sizda rasmiy iz bo'lishi kerak. 4-qadam arizada holatingizni aniq yozing. Masalan, men falon yoshdaman. Yolg'iz yashayman, pensiyam falon so'm. Oylik dori-darmon xarajatlarim taxminan falon so'm. Farzandlarim yo'q yoki moddiy yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega emas. Ijtimoiy yordam tayinlashni so'rayman. Arizada emotsiya ko'p bo'lishi shart emas, lekin faktlar aniq bo'lishi kerak. Qancha pensiya olasiz, kim bilan yashaysiz, qanday xarajatlaringiz bor, sog'lig'ingiz qanday, shuni yozing. 5-qadam, agar rad javobi berilsa, sababini yozma so'rang. Bu juda muhim. Ko'p odam rad etsa, bo'ldi, menga bermas ekan deb qaytib ketadi. Aslida siz rad etish sababini bilishingiz kerak. Balki hujjat yetishmagandir. Balki oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilgandir. Balki tizimda sizning daromadingiz xato chiqqandir. Balki nogironlik ma'lumotnomangiz muddati tugagandir. Sababni bilmasangiz muammoni tuzata olmaysiz. 6-qadam, ma'lumotlaringizni elektron tizimlarda tekshirtiring. Agar imkoningiz bo'lsa, yaqinlaringiz yordamida MyBankOKUF o'z orqali ayrim ma'lumotlarni ko'rish, pensiya va ijtimoiy xizmatlar bo'yicha murojaat qilish mumkin. Shuningdek, mahalla, tuman ijtimoiy himoya organlari, pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali ham ma'lumot olish mumkin. Keksa odamning o'zi internetdan foydalana olmasa, farzandi, nabirasi yoki ishonchli qarindoshi yordam bersin. Lekin bank karta paroli, SMS kod, shaxsiy ma'lumotlarni begona odamlarga bermaslik kerak. 7-qadam, pul tushishini bank orqali nazorat qiling. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Hisob raqam to'g'rimi? Bank kartasi bloklanmaganmi? Shularni tekshiring. Ba'zan to'lov tayinlangan bo'ladi, lekin karta muammosi sabab odam pulni vaqtida ola olmaydi. Ayniqsa, yangi karta olgan bo'lsangiz, pensiya yoki nafaqa tushadigan hisob raqam o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumot tegishli tashkilotlarga yetib borganiga ishonch hosil qiling. 8-qadam, qo'shni yoki tanishning gapiga emas, rasmiy javobga tayaning. Falonchi oldi, sen ham olasan. Falon mahallada hammani ro'yxatga kiritishibdi. Ariza yozmasang ham tushadi degan gaplar har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Men ko'p marta shunday vaziyatni ko'rganman. Odam 3 oy kutadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, umuman ariza topshirmagan yoki ro'yxatda boshqa manzilda turibdi. Vaqt yo'qotmaslik uchun rasmiy tekshiruv qiling. 9-qadam, agar sizning ota-onangiz keksa bo'lsa, ularning hujjatlarini o'zingiz tekshirib bering. Ko'p qariyalar, bolam, men bunday joylarga bora olmayman, tushunmayman deb yuradi. Farzand sifatida siz pasporti, pensiya kartasi, tibbiy hujjatlari, ro'yxat manzili, bank kartasi muddati, mahalladagi holati to'g'riligini ko'rib chiqsangiz, katta yordam bergan bo'lasiz. Ba'zan keksalar o'z haqqini bilmagani uchun yordamdan chetda qoladi. 10-qadam, agar yolg'iz keksa qo'shningiz bo'lsa, uni ham xabardor qiling. Bu mavzu faqat oilamiz bilan cheklanmaydi. Mahallada yolg'iz yashaydigan, hujjat ishini bilmaydigan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, eshitishi qiyin, farzandlari yo'q qariyalar bor. Ular aynan yordamga eng muhtoj bo'lishi mumkin. Bir og'iz maslahat. Mahallaga birga borib kelish yoki kerakli hujjatni tushuntirib berish ularning hayotida katta farq qiladi. Bu mavzuda firibgarlar ham paydo bo'lishi mumkin. Sizga 520 ming so'm chiqarib beraman, oldan pul bering. Karta raqamingizni va SMS kodini ayting. Yordamni ulab beraman. Pasportingizni menga qoldiring, o'zim hal qilaman degan gaplarga ishonmang. Davlat to'lovlari uchun SMS kodni hech kimga aytish kerak emas. Bank kartangizdagi maxfiy ma'lumotlar faqat sizniki. Agar kimdir pul evaziga yordam tayinlab berishni va'da qilsa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy tartibda ariza va hujjat orqali hal qilinadigan ishga vositachi kerak emas. Yana bir masala. Ayrimlar agar ariza bersam, boshqa yordamni olib qo'yishadi deb qo'rqadi. Bunday qo'rquv ham tushunarli, lekin har bir to'lovning o'z sharti bor. Agar siz qonuniy yordamga haqli bo'lsangiz, murojaat qilishdan cho'chimang. Faqat ma'lumotni yashirmang, noto'g'ri hujjat bermang. Daromad yoki oilaviy holatni soxtalashtirmang. Chunki keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi qo'yilishi yoki boshqa muammolar chiqishi mumkin.
520 ming so'm bugungi sharoitda barcha muammoni hal qilib yuboradigan pul emas. Lekin ijtimoiy himoya nuqtai nazaridan bu qo'shimcha pul qariyaning eng zarur ehtiyojlarini qoplashga yordam beradi. Agar oldin 20 ming so'm bilan faqat dorining bir qismini olsa, endi 520 ming so'm bilan dori ustiga ozroq oziq-ovqat ham olishi mumkin. Agar oldin kommunal to'lovdan qarzdor bo'lib qolsa, endi qarzning bir qismini yopadi. Agar oldin poliklinikaga borishni keyinga qoldirsa, endi transport xarajatini chiqarishi mumkin. Lekin tizimning samarasi faqat pul miqdoriga bog'liq emas. Eng muhim narsa yordam haqiqatan muhtoj odamga yetib borishi. Agar hujjati to'g'ri, ro'yxati aniq, mahalla va ijtimoiy himoya organlari holatni real baholasa oshirish foyda beradi. Agar odamlar xabarsiz qolsa, hujjati noto'g'ri bo'lsa yoki ariza bermasa, hatto yaxshi qaror ham amalda unga yetib bormasligi mumkin. Demak, 20 ming so'mdan 520 ming so'mgacha oshirish haqidagi xabarni hamma pensionerga bir xil qo'llanadi deb tushunmaslik kerak. Bu avvalo ijtimoiy himoyaga muhtoj qariyalar, yolg'iz yashovchilar, pensiyasi kam bo'lganlar, nogironligi yoki parvarishga ehtiyoji bor keksalar kabi toifalarga ta'sir qilishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l o'z holatingizni aniq tekshirish. Mahalla yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qilish, hujjatlarni tartibga keltirish va rasmiy javob olish. Agar siz yoki yaqinlaringiz shu toifaga kirishi mumkin deb o'ylasangiz, kutib o'tirmang. Bugun hujjatlarni ko'rib chiqing. Mahallaga boring, savolni aniq bering va ariza topshiring. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan ota-onalar, bu bobolar va kam pensiya oladigan qariyalar e'tibordan chetda qolmasin. Sizningcha 520 ming so'm bugungi narx-navoda qariyalar uchun yetarlimi? Sizning hududingizda bunday to'lovlar qanday tushuntirilmoqda? Izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va hujjat masalalarini yana ham sodda qilib tushuntirishda davom etaman.